Men 21 yoshimda uylanganman. O'sha paytda o'zimdan 2 yosh kichik qizni tanlagan edim. Hayotimiz boshida oddiy, ammo iliq edi. Yangi uydagi quvonch, yosh oilaning begubor muhabbati, orzular hammasi bor edi. Ammo bir odam bor edi, u bizning hayotimizda tinchlikni asta-sekin buzgan. U mening qaynonam edi. U kishi 1968 yilda tugilgan, salobatli, har doim o'zini parvarish qiladigan, odamlarga yoqimli ayol edi. Har safar u kelsa, uydagi muhit o'zgarardi. O'zidan taralayotgan iliqlik, go'yoki yashirin joziba meni ich-ichimdan tortib olardi. Avvaliga bu hisni inkor etdim. Bu gunoh, bu faqat o'tkinchi hissiyot deb o'zimni tinchlantirdim. Ammo vaqt o'tgan sari bu his yuragimda ildiz otdi. Har gal u kulib gapirsa, nigohi menga tushsa, yuragim galati urardi. Go'yoki ichimda ikki ovoz kurashardi, biri aql, biri esa hirs va his. Yoz oylari issiq edi, men esa har kuni kechqurun hovliga chiqib o'tirardim. U kishi esa uy ishlari bilan band. Ba'zan suv quyardi, ba'zan meva tozalardi. Men esa shunchaki kuzatardim. Faqat kuzatardim. O'zimni yomon his qilardim, ammo qarashlardan to'xtay olmasdim. Har gal qaraganimda yuragim tez ura boshlardi. O'sha paytda bilmaganman, bu hislar meni yo'ldan urayotganini. Bir kuni piva ichgan paytimda telefonni oldim. Qo'lim beixtiyor raqamni terdi. U kishiga yozdim, "Qandaysiz?" Hech qanday javob bo'lmadi. Ertasi kuni yana yozdim. Har kuni yozdim, lekin baribir javob yo'q edi. U jim edi, lekin men his qilardim, u jimlik ortida nimanidir yashiryapti. Balki u ham his qilayotgandir. Yoki yo'qmi? Shu orada vaqt o'tdi. Xotinim homilador bo'ldi. Uyda quvonch, tayyorgarlik, kelajak haqidagi orzular. Qaynonam esa bizga tez-tez keladigan bo'ldi, yordam, gamxo'rlik, mehr bilan. Lekin men uchun bu tashriflar sinov edi. Har safar uni ko'rganimda yuragimda galayon ko'tarilardi. O'sha paytda men tushunmadim, bu nafaqat hislar, bu azob edi. Ichimda yongan o't menga tinchlik bermasdi. Ba'zan kechalari uxlay olmasdim. O'zimdan nafratlanardim, lekin shu bilan birga uni sog'inardim. O'sha paytlar hayotimda birinchi marta yo'lni tanlash degan narsa bilan to'qnash keldim. Aql bilan yurak urushdi. Halollik bilan istak to'qnashdi. Va men hali bilmasdimki, bu urushda kim g'olib chiqadi. Vaqt o'tgan sayin yuragimdagi hislar jim turgani bilan sonmasdi. U jimlikda pishib, og'irlik bilan yuragimni bosardi. Ba'zan men o'zimni oddiy hayotimdan ajralgandek his qilardim. Xotinim menga mehr bilan qarardi, lekin men o'sha mehrni boshqadan izlayotgandek edim. Har safar qaynonam kelsa, ko'zim o'sha tomonga qochardi. U har narsani joyiga qo'yadigan, muloyim, mehribon ayol edi. Uning har bir harakati o'zida qandaydir jozibani yashirardi. Go'yoki u buni bilmaydi, lekin yuragimdagi tinchlikni har kelganida tortib oladi. Ba'zan kechalari xotinim uxlagandan keyin men deraza yonida o'tirardim. Quyosh chiqmagan tong havosi, yengil shabada, uzoqdan eshitilgan itning vovullashi hammasi sukunat bilan o'ralgan. Shu sokinlik orasida bir soya o'tar, qaynonam hovliga chiqardi. U suv quyardi, gullarga qarardi. Men esa deraza orqali kuzatardim. Shu onlarda yuragimni bir narsa ezardi. Bu hisni na sevgi, na nafrat deb atay olmasdim. Bu vasvasa edi. O'sha kechalarda o'zim bilan gaplashardim. Bu hisni to'xtat. Bu gunoh. U sening oilang, senga ishonadi. Ammo yurakni aql bilan yengib bo'lmas ekan. Ba'zan odam o'z gunohini oldindan bilsa ham, baribir o'sha yo'ldan yuradi. Bir kuni u bilan hovlida yolg'iz qoldik. U kechki choyni tayyorlayotgan edi. Men esa bir zumga ham ko'zimni uzolmasdim. U sezdimi, bilmadim. Faqat nigohi bir lahzaga menga tushdi, so'ng indamay choynakni olib ichkariga kirdi. O'sha nigoh hammasini aytib qo'ygandek edi. Shundan keyin yuragimni bezoftalik bosdi. Go'yoki har bir qarash, har bir so'z ortida yashirin ma'no paydo bo'ldi. Men har kecha o'sha nigohni esladim. U ham his qildimi degan savol boshimdan ketmasdi.
Shu orada farzandimiz dunyoga keldi. Uyda hayot, quvonch, yangi mas'uliyat. Lekin yuragimdagi bo'shliq yo'qolmadi. Ba'zan qaynonam chaqaloqqa qarardi, xotinim dam olardi. U bolaning yuziga qarab kulardi, lekin men sezardim, u kulganida ham ko'zida nimadir yashirin. Balki bu ham men his qilgan og'riqdir. Men uni unutmoqchi bo'ldim. Deyarli har kecha xotinim bilan yaqinlashardim, o'zimni go'yoki to'g'ri yo'ldaman deb ishontirishga urindim. Ammo yurakni aldab bo'lmas ekan. Men xotinimni sevardim, lekin qaynonamni tushunmasdim. Unga nisbatan his qilganim sevgi emasdi, ammo oddiy ham emasdi. Bu sinov edi. Bir kuni men pivo ichdim. Shunda kayfim chiqib telefonni qo'limga oldim. Unga yozdim. So'zlarimda nafaqat hirs, balki ichimdagi yolg'izlik, jim azob ham bor edi. Ammo javob kelmadi. O'sha jimlik yana yuragimni ortadi. U paytda men hali bilmasdim, har bir jimlik ortida bir qaror pishayotgan bo'ladi. Ba'zan inson jim bo'ladi, ammo yuragi qaror qiladi. Va o'sha qaror hayotni butunlay o'zgartiradi. Ba'zan jimlikdan ham balandroq narsa yo'q, u yurakni ezadi, qo'rquvni uyg'otadi va har bir sirni asta-sekin yuzaga chiqaradi. Men ham o'sha jimlikni boshdan kechirdim. O'sha jimlik, o'sha kechalar, o'sha pichirlab o'tgan fikrlar, barini yuragimda saqladim. Ammo yurak u qafas emas, unda saqlangan narsa bir kuni chiqib ketadi. Kunlarning birida o'sha ko'rishlar odat tusiga kirgan payt, qaynonam meni boshqacha qarshilay boshladi. U endi nigohini yashirmasdi. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Go'yoki ikkovimiz ham jim bo'lib, yurak orqali gaplashardik. Lekin shu jimlikda xavf yashiringandi, gunohning soyasi. U kelgan har safar yuragim qattiq urardi. Ba'zan bir-birimiz bilan gaplashar, kulib qo'yardik. Xotinim esa hech narsadan gumon qilmasdi. Balki u hammasini bilib, bilmaganga olayotgandir. Yoki u haqiqatan ham ishonch bilan yashayaptimi? Men bilmadim. Faqat yuragimni bir tuyg'u kemirardi, bu uzoqqa cho'zilmaydi. Bir kuni xotinimning telefoni stol ustida qoldi. E'tiborimni tortgan narsa qaynonam bilan yozishmalari edi. Ularni o'qimadim, lekin yuragimda bir galati sezgi uyg'ondi. Go'yoki ular men haqimda gaplashgan edi. O'sha kechasi uxlolmadim. Yuragim galayon ichida edi. O'zimni go'yoki ikkiga bo'lingandek his qildim. Bir tomonda o'sha yashirin tuyg'u, ikkinchi tomonda esa oila, ishonch, halollik. Va nihoyat sir ochildi. Bir kechasi xotinim men bilan gaplashdi. Uning ovozi sokin, ammo yuragimni titratadigan edi. Men hammasini bilaman, dedi u. Men karaxt bo'lib qoldim. Gap topolmadim. U esa davom etdi. Onamni, seni, hammasini. Men ko'rganman, lekin jim turdim. Chunki men sizlarni tushunmoqchi bo'ldim. Balki bu hislar vaqtinchadir, dedim. Balki sizlar yuragingizni adashtirgandirsizlar. Uning ko'zlarida yosh, yuragida esa alam bor edi. Men jim edim. U yana dedi. Men seni yomon ko'rmayman. Lekin endi bu uyda na halollik, na poklik qoldi. Shu so'zlar yuragimni yordi. Go'yoki butun tanam muzlab ketdi. Men bir zumda angladim, eng og'ir jazoni insonni o'zi beradi. Bu jazo pushaymonlik edi. O'sha kecha uy jim edi. Hech kim gapirmadi. Har kim o'z dunyosida edi, men gunohim bilan, xotinim iztirobi bilan, qaynonam esa jim nigohlari bilan. Men endi har safar o'sha nigohlarga qaraganimda yuragimni bir so'z ezardi, kechirim. Ammo ba'zi kechirimlar so'z bilan emas, vaqt bilan topiladi. Men esa o'sha vaqtdan umid kutardim. Vaqt o'tadi. Lekin ba'zi kechalar o'tmish qaytib keladi. Ba'zi xatolar esa umr bo'yi yurakdan ochmaydi. Men esa o'sha kechalar har safar o'tmishga qaytaman. Qaynonam, xotinim, jim nigohlar, yarim so'zlar, barchasi xotiramda oydek, ammo og'riqli oydek yashab qolgan. Oradan oylar o'tdi. Hayot davom etdi. Xotinim bilan munosabatlar sovidi. U endi menga mehr bilan emas, jimlik bilan qarardi. Ba'zan kulardi, ammo bu kulgi yurakdan chiqmasdi. Go'yoki u meni kechirgan, lekin unutmagan edi.
Qaynonam esa endi biznikiga kam keladigan bo'ldi. Har safar kelsa men nigohimni olib qochardim. U ham jim. Ammo u jimlikda ham bir so'z yashardi. Bo'ldi, endi yetar. Ba'zan kechasi hovliga chiqardim. Osmon jim, yulduzlar sokin, ammo yuragimda bo'ron. Shunda o'zim bilan gaplashardim. Nega shunday bo'ldi? Qayerda adashdim? Axir muhabbat gunoh bo'lishi mumkinmi? Lekin javob topolmasdim. Chunki ba'zi savollar javobsiz qolish uchun yaratilgan. Bir kuni xotinim bolani olib onasinikiga ketdi. Bir haftaga dedi. Men indamadim. Yuragimda bir narsa uzilgandek bo'ldi. O'sha haftalarda uy huvillab qoldi. Har tong uyg'onardim, lekin endi hech kim choy tayyorlamasdi, hech kim kulmasdi. Shunda bildim, inson eng qimmat narsasini yo'qotganida emas, uni oz qoli bilan yo'qotganida iztirob chekadi. Bir kuni qaynonamdan xabar keldi. U xasta bo'lib qolgan ekan. Yuragim qattiq siqildi. Ko'nglimdagi barcha alam, gurur, uyalish hammasi bir zumda yo'qoldi. Shunchaki insoniylik uyg'ondi. Men bordim. U yotardi, zaif, ammo ko'zlarida haligacha hayot nuri bor edi. Menga qaradi, jim qaradi. So'ng sekin dedi. Hamma narsa o'tadi, gunoh ham, o'g'riq ham. Faqat yurakda iz qoladi. Shu izi poklab yashash kerak, bolam. Men bosh egdim. So'z topolmadim. U esa jilmaydi, qo'lini uzatdi. Men seni kechirdim, faqat o'zingni kechir. O'sha so'z yuragimni yordi. O'zingni kechir. Bu eng og'ir narsa edi. Chunki men o'zimni kechira olmasdim. Vaqt o'tib, xotinim ham qaytdi. Biz o'z yo'limizni davom ettirdik. Lekin bu safar jim, og'ir, sinovdan o'tgan yuraklar bilan yashardik. Har safar bola kulsa, men hayotga qarab jilmayardim. Chunki endi bilardim, har bir kulgi ortida bir sinov yashiringan bo'ladi. Har bir inson esa o'sha sinovdan o'tadi. Kimdir yiqiladi, kimdir o'rganadi. Men esa o'rgandim. O'rgandimki, muhabbat va gunohning chegarasi faqat yurakda emas, vijdonda. Va agar vijdon jim bo'lsa, yurak ham yo'lini yo'qotadi. Shu tariqa hayot davom etdi. Ammo har kecha sokin tong oldidan men yana o'sha yulduzlarga qarayman. Va yuragimda bitta so'z yangraydi. Kechirim.